Hammaga assalomu alaykum. Anchadan beri YouTube kanalimga video joylamoqchi bo'lib yurdim. Faqatgina ish, o'qish, boshqa yangiga ko'chdik. O'shaning uchun vaqt bo'lmadi. Bugun hozir ishga ketganim uchun 1 soat vaqtim bor. O'shaning uchun qishki paytda bularni o'zi allaqachon olgan edim. Obzor qilib video qilmoqchi edim. Hech ham ulgura olmadim. O'shaning uchun hozir videosini qo'ymoqchiman. Birinchisi mana shu Cold Spring degan brenddan sabok. Bu shunaqangi brendki, bu yerda faqat vegan narsalar bor, sumkalar, vegan sumkalar, vegan oyoq kiyimlar, hech qanaqa hayvon terisidan emas, sun'iy narsalardan ishlab chiqarishadi. Hamma olgan narsalarimni skidkada olganman. Bunun narxi $70 ekan. Ishqabni farog'anib ketmasin. Shunaqangi chiroyli sabukcha. Bu yil kiyishga unchalik ham isbot qilmadim. Hali bir marta ham kiyib ko'rmadim. O'sha bizda aprel kunlar ancha isib qolgan. Menimcha balki keyingi yilga kiyarman. No, ichi unaqangi to'piyoni emas. Yozlarda ham такой stil qilib kiyib olishadi. Shu kiyarman. Ikkinchisi, buni singlim uchun oldim. Zara'dan shunaqangi. Bu ko'rsanglar men laser deb yozib qo'ygan. Bu to'liq nima desam bo'ladi. Shu 100% teridan, haqiqiy. O'sha kачествосini ham unda qilib ko'rsanglar bo'ladi. Buni narxi ham shunaqa $79 ekan. Lekin buni 60% skidkada oldim, juda arzon. O'zbekistondan bu narxga buni qo'ygan umuman topib olmaydi. Zara'dan yana bitta oyoq kiyim. Birinchi mana arzon edi. O'shaning uchun buni ham sotib oldim. O'sha korobkani allaqachon ochib olganman. Shunaqangi qopchada. Chiroyli. Shunaqa rangda oyoq kiyim. 37-razmer. Buni o'zini narxi mana $60, lekin buni ham skidkada adashmasam $25 atrofiga oldim, lekin $25 ga shunaqangi zo'r качественный oyoq kiyim. Bu ham Zara'dan. Shunaqa orqasi juda yoqdi, bu orqa tarafi. Bu oldi tarafi. Oldin nimagadir rozli narsa hech ham yoqmasdi. Bu yildan shunaqa kiyadigan bo'laman. Xo'p, buni narxi o'zi $39 bo'lgan, lekin skidkada $10 shunaqa atrofiga oldim. O'zbek pulda shu 100 ming so'm atrofida bo'ladi. Kiyib ko'rsataman hozir. Shunaqa oversize turadigan futbolka. Oversize turadi. Menimcha yozda shimlar bilan yeyishga, jinsi shimlar bilan yeyishga zo'r. O'zi 3-4 yildan beri unaqangi ko'p kiyim olmayapman. Olsam ham sifatiga ko'proq ahamiyat beryapman. Tarkibiga. Bu hammasi mana bu ham 100% paxtadan ishlab chiqarilgan. Odamni tanasiga, badaniga hech qanaqa ziyon keltirmaydi. Hop. Keyingisi bitta shunaqa Dynamic degan brenddan shunaqa bordoviy rangda. Juda chiroyli. Shunaqa fasoni shunaqa beli ozgina torroq turadi. Uzun turadigan shunaqa palto oldim. Buni yoki o'zim kiyaman yoki singlimga berishim mumkin. Xo'p. Buni narxi mana $189 bo'lgan, lekin 50% skidkada $90. Shu takslar bilan примерно $100 ga oldim. Качествоsi lekin juda ham yaxshi, mana ko'rsanglar bo'ladi. Umuman katushka hech narsa bo'lmaydi. Mana bu narsasi ham magazindan olish esdan chiqib qolgan, sotuvchini qolib
ketgan. Endi buni olib borib magazinga olishim kerak. Oldin xolasiga ochib kiysam bo'ladi. Yoki yopib kiysam ham juda chiroyli. Hozir menga unchalik bo'yi ko'rinmayapti. Shunaqa. Juda chiroyli. Rasmini ham odamni yetkazsa ham chiroyli turadi. Qalay, yoqdimi sizlarga? Masalan, meni juda yoqdi. Yana keyingisini ko'rsataman. Bu menga eng yoqqan keyingisi. Hop, Zara'dan shunaqangi kostyum palto. Shu 2025-yilda olgan eng yaxshi narsam shu bo'ldi menimcha. Ko'rsanglar, mana Wool Collection deb yozib qo'ygan. Nima desam bo'ladi? Juda kam sonli chiqqan narsalardan bittasi. Narxi o'zi $199 bo'lgan, lekin 80% skitkada $40 atrofiga oldim. Tako shunaqa o'zi oversize turadi. Ko'k rangli jinsi shimlar bilan menimcha yaxshi kelsa kerak. Men korishniy bilan ham yaxshi turadi. O'zi bu adashmasam extra small size, lekin shundan yenglari sal kattaroq. Menga yoqdi. Kачествосini qaranglar, shunaqa tekis chiroyli ishlangan. Qanaqa gapiradi, obzor qiladiganlar bilmayman. Eng oxirgisi bu juda arzon, bu kачествоsi zo'r bo'lgan. Buni H&M'dan oldim. Bu ham extra size, extra small size. Hop, o'zi pulini ko'rsanglar mana 80 kanadskiy bo'lgan. Skitkada mana $29 bo'lgan. Kanadada shunaqangi Yangi yil atrofida shunaqa katta skidkalar bo'ladi hamma brendlarga. O'sha paytlarda qarab, topib, qidirib yaxshi kiyimlardan olsa bo'ladi. Shunaqangi kostyum zamshli bahorlarga qishga kiyib borsam bo'ladi, faqat bu rangli shim bilan emas, boshqa oq yoki jinsi rang bilan nasasa menimcha yaxshiroq turadi. Olgan narsalarim hammasi shular. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.